Unda bo'lsa keyingi darsni tutilgan if else ya'ni tillanma iboralar deb qo'ydi. Murakkab iboralarda har bir buyruq chuqum qurum-qur ijro qilish kerak. Undaqda programmani ijro bo'lish tartib o'zgartirish bilan yo'q degan masala bor. Tuvanda tillanma ibora buni javob berdi. Amsa darsni diqqat qilinglar. Keyingi soat darsimizni boshlab ketaylik. Bundaqda o'shaga yana bir tema o'qiylik. Bundaqda bugun if else iborasini ko'ramiz. Bundaqda if degan ma'nosi agar degan ma'no chiqadi. Bu endi bir misolni elikla tirnoq ichiga shartlik ifoda qildi. Andin bununla mundaq bir tırnaqni ichib ichiga yozmoqchi bo'lgan kodimiz. Agar bu tırnaqni ochmay taktiklam kod yazsak, mushu uchirgan birinchi kodni ham ijro qilib berdi. Uning taktikasidan ko'rinmaydi. Shuna tırnaqni ichib yazsak, mushu yuz belgilagan mush tırnaqni ichib kod ijro qildi. Tüvenligice if ibarası. Bunda olsa bu talep uygun bo'lganda, ya'ni qimmati rost degan true degan qiymatni qaytuganda, true degan qiymatni qaytuganda, ana dekin bu ishga kirishadi. Masalan, IMT string alaylik. String tang al-qod deb yoziladi. Bunda bo'lsa if s'ning qimmati tang elchi bo'lganda andin system out printing to'g'ri deb chiqdi. Okay deb chiqdi. Agar undaq bo'lmay qolsa, bu hech qanday narsa ijro bo'lmaydi, ha. Shuning uchun hozir ma'noning tang. Chuqum elchi okay degan qiymat chiqdi bundan. Mana deb chiqardi. Bundaqda buni yana boshqa yozuv usulim bormi deganda bor.
Bu equals qilib tutsaq ham bo'ladi. Bu chuqum har bir harflari o'xshash bo'lsa, andikin buningdagi qimmat bo'ldi ha. Bu if degan true for ikki qimmat oladi. True bo'lganda bu qimmatni, true bo'lganda buni ijro qilish boshlaydi. Unda bo'lsa buni bir selektiv bakılır. Equals cümlesi işlettik hazır. Equals seliştiriş deyildi. Bunun mənisi bir OK deb çıktı. Tordan bir körüp bakılır. Her bir sözün mənisini amal va yadılverişanlığa qılman çünkü bu sözlük meyli baş program tilde olsun aslen uçurap turdan sözlükler. Döngü degan ma'noga tang bo'lganda degan ma'no chiqadi ekan. Avval biz tang belgisi ishlatganga o'xshash. Chuqur shuni tang bo'lsa bo'ldi ekan. Buning ma'nosini izohat bo'yicha yozib qo'ydim. Düşünmesiniz bulduk. Bunda buni bir ijro qilib ko'rib bo'lgan. Shundaymi? Qaytib bir ijro qilib ko'ryapti. Yana boshqa xil solishtirish usuli continuous deb bir bulduğu deyman. Shuni bir ko'ryapti. Continuous ga bu bo'lsa endi ichida mushning ichida mush xatning ichida shu e degan xat bormi yo'qmi? Shuni selishtirib turdi. Agar bu bos OK deb chiqib turdi mana. Agar yo'qlan bir birini qo'ysam bu hech qanday bir narsa ijro bo'lmaydi. Equals'im shunday hech qanday bir narsa ijro bo'lmaydi. El bakana. O'qib qo'y. Deb olib chiqib ketdi bu. Hech nima ijro bo'lmadi. O'tib ketdi degan gap. Chunki ma'lum qimmatida o yo'q. Mayad S shundami? Shunda bo'lganki mayad biz selishtirdik. Continuous'ning ma'nosini bir ko'p boqing. Bavqan deydi. O'zi ichik alamdu ammamdu degan gap. To'g'ri. Mushning ichida ash bormi yo'qmi degan ma'no bildirdi. Unda bo'lsa ma'nosini bir izohat berayotli.
soatimiz qo'ydik. Endi buni ko'rib oldik. Endi yeni birsi. Bununla endi else ibadesini ko'rdi. Else. If else olsa, shart uyg'un bo'lgan bir ishni, uyg'un bo'lmagan bir ishni qilib turdi. Bununla shart yazmaysa, buni if'ning oq ulishib bilan keladi. Buni endi tarkibida buni ekvivalent turli, ham tushunish uchun tang olib turli buni. Agar bu qolsa, okey deb chiqib turdi. Agar bo'lmay qolsa, no deb chiqib turdi. Bakı. Aniqlan bor emasmi? Agar buni 21 tayin ortiq qilib etsam-chi. Mayatda o'xshamay qoldi. Shuni nol chiqishi aniq. Buni faraz qilib bo'ldim. Mana nol chiqdi. Shart uyg'un bo'lgan bir ishni, shart uyg'un bo'lmagan bir ishni qilib ko'rdim. Yana birisi men uchirib, yana bir yazili else if deb birisi bor. Bu shart uyg'un bo'lgan ko'p ishni, uyg'un bo'lmagan bir ishni qilib turdi. Bununla if'da yozildi bu. Shartlik ifoda yozildi bununla. Unda bo'lsa is bununla ekvivalent solishtiraylik. Bunu to'g'ri yozildi. Bununla yeni birini qo'shib qo'yay, bu tushunishli bo'lish uchun. Endi bununla keldik. Endi else'ni yazaylik. Buni farz qilib baqsanglar bo'ldi. Buningdiki if else if degani okey bo'lib chiqdi. Chunki bu mandaq berib bilan avval birinchisi qarab baqdi. Birinchisida bu ma uchur emas. Endi ikkinchisiga o'tdi. Ikkinchisiga o'tgandan keyin bu uchur ma uchur shu. Endi keyin bu ikkinchisida bu uchurni topa olgandan keyin uchinchisi qarmaydi. Uchinchisi qarmay, shuni to'psini ijro qildi, takda qarmaydi. Unda bo'lsa, buni ijro qilib ko'rmoqli. Else if okay dedi. Ma'noda ba, ma'noda bo'lgandan keyin ma'noning ikkisini chiqarib berdi. Bu else xibamli degan gap. Yana qo'shib baqlay buningda. Esni tarkibida T bormi yo'q? Buni else if qildi. Bununla continuously
Daq qilib tushunishli bo'lish uchun. Unda o'z buni ijro qilib ko'rib baqili. Buningga yana if else tillam tahdid tushundik, shundaymi? Unda bo'lsa buningga bir tal xatni ortiq yoki buning bir tal xatni kam yozib qo'y. Maningga T ana tarkibida bor. Şuna if else continuous degan ijro qildi. Else bo'lmaydi. Endi else qandoq ijro qilmaymiz deganda buni bu ana tarkibida yo'q. Endi bu uddul berib else ketdi. Tepski hech qaysi shart qo'ygan emas. Ma tarkibida ma'no o'xshash chiqadigan yo'q. Shuning uchun bu else ketib else okay deb chiqadi. Unda bo'lsa bugungi soat darsimizning oxirlashib qoldi. If else if deganlarni bir qurib berib bo'ldi. Misol shunchalik so'zlab turay bugun. Keyingi soat darsimizda for shun qanday o'rganamiz. Sana chiqib birdan for shun qanday. Unda bo'lsa diqqatingizga keyingi soat darsimiz bo'lsin.